hayvanlar bilan qo'yla qo'ydi, hayvonlar kirmasin deb. Mana bunda kelib turargan, ya'ni qarshisini ko'rsatdim beydim. Kelib turargan mana hayvonlar kirib, salomga kirmasin deb bu meni ketgan edi. Sizga menga shu sizga aniqlani. Turishni xatim bo'lganlikdan jejimlikda rahatlanib ishladi. Hali u Gilmonlar yanında buldu. Gilmonlar yanında, iyi gilmonlar yanında. İdek işini menga kelinga topshirdi, lapastag'ini o'zim qarayim deydi. Mana shu. Ertangi ishdan turib, 50 avvalgi kishilar YouTube yaratadi deydi. Ertadan turib, gil shulay chiqachib ketib jirdi endi. Shundan ertangi ishdan turib hayvonga qarayim deb o o'zi bulaytagi qaytiglay bulaytagi narsalarni aytmoqchiyim endi. Bulay deb o'zini sezingan ko'k jirmadi u. Sezingan ko'k jirmadi o'zi. Kundalik hayvondan mollar qarg'ash o'tira kundalik kim endi? Kundalik o'tgan kun deb aytmasman. Kundagi chayga bo'lgan xalini, kundagicha jiri turgan shekilli jirdi. Nasıl diyeyim? İkatna больницада yatqandan so'ng endi uyga qaytdi. Uyda o'ldimi? İkatna больницада yatqandan so'ng uyga qaytdi. Olib qaytdik biz uni. Olib qaytganda o'lir deb o'ylamadik biz uni. O'ldiga uyga qaytgach, tavsiyalar sungan bo'lsa da o'rin ustida yotib qararmiz deb, shulay deb Allohga shukr uyga qaytadi deb, shulay deb o'yladik endi Allohga shukr uyga qaytadi, uyda qararmiz deb. Uyga qaytgach jiriyasini chiqib bitgancha o'lib ketdi. Anlamışa fermer roylabı indi sizden kelib qo'yib o'tirmagan mi? Yo'q, bizga kelib bir necha qo'yib o'tiruvlar bo'lmadi. Ko'rgan chiroqda da qulmasini kim qo'shqananga bu yoqqa borib chiqaram, bu yerga borib chiqaram deb qishirishib qolib ketdi. Qo'yib o'tiruvlar yo'q bo'lmadi. Oğul indi onun tarafından bir köpten istirada etdi. Oğul halkı iligelikten onun tarafından ziyan kurup yaşayan kimlerin oğul halkına. Gel oğul halkın bir tanısı yok onun arkasında. Gel hayvanlara bilen kişinin kişisine jalgı yazıp bir ele ol.